Noxush xabar hozirgina e'lon qilindi. Barcha shokda. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz video ostiga bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugun 11 dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Qamchiq dovonidagi dam olish maskanida bir qiz ziplinedan tushib ketgani va zudlik bilan shifoxonaga olib ketilgani haqida xabar tarqaldi. Qalampir.uz holatga aniqlik kiritish maqsadida jabrlanuvchining yaqinlari bilan bog'landi. Ma'lum bo'lishicha, voqea bugun 11 dekabr kuni Qor City dam olish maskanida soat 11:00 dan o'tganda sodir bo'lgan. Qiz bir necha daqiqa arqonda osilib turgan, biroq hech kim yordamga bormagan. Jabrlanuvchi hozirda Farg'ona viloyati Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasining shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limida davolanmoqda. Qalampir.uz manbasiga ko'ra, qizga ko'krak qafasi yopiq shikasti, bel soha yopiq shikasti, o'ng oyoq yopiq sinishi tashxisi qo'yilgan.